Aynan mana shu funksiya sotuvchini to'g'ri mahoratga ega emasligini ko'rsatib qo'ydi. Yaqinda bir qurilish korxonasini tizimlashtirib, avtomatlashtirib keldik va kuni kecha bitta yangi funksiya qo'shilishini sotuv bo'limi rahbari so'rayapti. Ya'ni bu funksiya qanaqa? Uni aytishi bo'yicha boshlang'ich to'lov va birinchi to'lov degan alohida bo'lishi kerak ekan. Degan narsa alohida bo'lishi kerak ekan. Nimaga? Ya'ni mijoz kelib, men boshlang'ich to'lov 100 million to'lamoqchiman, lekin hozir qo'limda 5 million yoki aytaylik 50 million bor desin. Va o'sha 50 millionni hozir berib, qolgan 50 millionini ertaga yoki bilmadim, bir oydan keyin beraman degan mana shunaqa holat bo'lishi mumkin degan ma'noda aytilyapti. Va biz ularga tavsiya berdik. Xo'p, sen nimaga bu funksiyani hozirgi holatda nega ishlatolmayapsan bizni programmada deganimizda, men har bir bergan puliga kvitansiya chiqarishim kerak degan ma'noda aytyapti. Balki to'g'ridir, lekin bu yerda sotuvchini mahorati rol o'ynayapti. Ya'ni sotuvchi agar mijozga sen 50 millionni berib, qolgan 50 millionni olib kelganingdan keyin, ya'ni umumiy 100 million olib kelganingdan keyin senga boshlang'ich to'lov sifatida 100 millionlik kvitansiya beraman. O'zi boshlang'ich to'lovni ma'nosi shu emasmi? Ya'ni birinchi qancha to'lagan bo'lsa, mana shu boshlang'ich to'lov deyilmaydimi? Balki men adashayotgandirman, fikringizni izohda qoldiring. Xullas, bu yerda baribir ko'rindiki, sotuvchi mijozga ishontira olmasligini oldindan bildirib qo'yyapti.